Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı, muhakemelerini, şundakla vaziyet doğrusudaki haberlerimizi sözleyemiz vatandaş. Leksiyada Sadaka Rozi, Washington'da sözleyimiz. Bugün çisla Kaşkemen 25. yıl 1. aydan 18. günü vatandaş. O 18. günü. Şimdi 18. günü yaptık şembe. Bugünkü vaziyetimiz, yaki hazırki vaziyetimiz. Den eysak, 20. günü, 1. ayının 20. günü Prezident Donald Trump, yanı saylanğan Prezident Donald Trump Washington'da murasim ötküzüp vazifege olturuş murasimi arkalık Aksaray'a kirdi vatandaş. Delmuşu peyte dünyadaki her kaysi ellerde mesela aldı bilen Tayvan'da galaylı Tayvan'dan hangi yetekçilik edik vekiller ümüge Washington'a yetip geldi murasim katnış için. Biz tünüküllerden silah ettik Cungo'nun maun devlet veziri yaki Xi Jinping'nin tapşırığı ve belgelişi boyunca Hanjin efendi murasimga kelip katnışıdı. Ondan keyin Hindistan'ın Tashqi ishlar ministri, Avustraliyaning Tashqi ishlar ministri, Yaponiyaning Tashqi ishlar ministri qatorliq davlat rahbarlari kelip Prezident Trump ötküzülgen murasimga katnışıdı vatandaş. Şu aralıkta bugün Amerika avazıda yetip kelgen vaziyetke alakadar bir makal yaki bir haber. 1. günü de yani 20. günü de değil 20. günü de murasim ötküzüp 21. günü yani murasim ötküzüp 2. günü Tet devlet diyalogu Quad. İnsanlarda bak Quad. Avustralya, Hindistan, Japonya, Amerika Koşmuş Ştatları. Bu Quad, bu teşkilat, yak bu ümmet değil hazır. Hindi Tinç Okyan rayonunun vaziyeti, kelgisi ve hazırı üçün. Qavvaqda kurulgan edi. Bu qatim bula Washington'da 21. günü yığın açıldı. Yeni teşebbüs, yeni mezmunla bulması mümkün. Biroq burunqi programma ve mezmunlarını ta'kidlashi mümkün vatandaş. Bu bir vaziyet. İkincisi, hazır Amerika devlet bexatarligidan aytganda bir g'alaba. Yani hazır Amerika'da bazarga chiqqan TikTok tunigan karar elish bilan yoki Oliy sud qaror chiqarish bilan avval qonun ma'qullanib Prezident Joe Biden imza koygan kanun yoki TikTok'ni Amerika bozorida setib etish yoki TikTok'ni Amerika bozorida cheklashdan iborat kanun ne Oliy sud qaror chiqarib kuchga ega dedi vatandaş. Bu g'alaba Amerika xalqining g'alabasi. Andakin Amerikada qonun organlarining g'alabasi. Ulardan qalganda eng muhimi Uyg'urlarning g'alabasi vatandaş. Bu g'alaba Uyg'urlarning g'alabasidir. Uyg'urlarning jazo lagerida yetib chiqqan qiz bola chaqalari Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisida hem dünyanın her qaysi joylarida jazo lageridagi qismatlar, haqoratlar, xo'rlashlar, tan jazosi berishlar Muşlarının hammasini bir-birlab, bir tarafdan yig'lab turib, bir tarafdan öksüp turib, xalqaro jamiyatga taqdim qilgan mushu kunlarda TikTok nima ish qildi? Xitoyning tashviqot quroli TikTok nima ish qildi? Uyg'ur degan usulni mundaq o'ynaydi. Uyg'ur o tarafda usul bilan, Uyg'ur bu tarafda duo g'usul bilan, Uyg'ur o tarafda samo bilan, naqshi bilan, duttor bilan, g'ajak bilan. Uyg'ur bu tarafda mushundaq yashavatdi dedi. Ama devlet meclisi
qonun loyiha ma'qullab, hatto Amerika Qo'shma Shtatlarining avvalgi mezgildagi prezidenti Donald Trumpning davlat ishlar kotibi Mike Pompeo 2021-yil 1-oyning 19-kunida dal shu vaqt yana prezident saylami Aqsaroyga prezident Joe Biden kiradigan bir paytda Uyg'urlarni genocide qirg'inchilik dedi. Ondan buran başlanğan TikTok şu günlerden başlap qirg'inchilik genocide o'tirg'i chiqqani şu günlerden başlap küldür sahnelerge elip çıktı. TikTok'a elip çıktı. YouTube'a elip çıktı. Uyghur cemiyetindeki nakşı müzik sanat erbaplarını mecburlap güldür TikTok oyun çakçak. Oyun çakçak bilen bütün dünya cemiyeti okuyup ben. Ayadı genocide qirg'inchilik davası bu yerda Uyghur külüva tutudu. Karma işteşviqat yürgizde vatandaş. Şuna bugünkü g'alaba TikTok'ning ustidan yetib kelgan g'alaba Amerika xalqi va Amerika davlat bexatarligining ansirashlarining tugitadigan g'alaba. Shundaqla Amerikada qonun va adliya organlarining g'alabasi. Bo'lgandan tashqari bugünkü g'alaba Uyg'urlarning g'alabasidir. Uyg'ur kishilik huquq faoliyatining zamandan kelayotgan faoliyatlarning bugun mushu masaladan Xitoyga qarshi tashviqot yoki Xitoy tashviqotining ovozini o'chirish, Xitoy tashviqotining kuchini, qudratini o'chirish, Xitoy tashviqotining haqorati, xo'rlig'ini tugutish jihati bu qatam TikTok'ning Amerikada amaldan qoldirilishi va avvalgi cheklash qonunining kuchga ega bo'lishi bu yuqoriqilardan qolganda Uyg'ur xalqining g'alabasidir vatandosh. Siz endi bunday anlaysiz. Bugungi birinchi vaziyatimiz vatandosh. Rossiya pochaq pitidek bir gap. Jungo yurakka sanjilgan nashtar. Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Donald Trump vazifa topshirib elib murosim o'tkazib 2-kuni Jungo'ga zarba berishga tayyorlik qildi. Mavzuda xabar yoki video film 1-oyning 18-kuni YouTube'da e'lon qilindi. Abduri Jansiji vatandosh. Abduri Jansiji. Bu mavzuni muşuna o'zi qo'yibdi, o'zining video filmi. Asli bu xabar Amerika ovozida kelganda mundaq mavzular yetib keldi vatandosh. Ekranda mavzu. Prezident Donald Trump murosim o'tkazib vazifa topshirib elib, 2-kuni yan to'rt taraf bexatarlik suhbat ramkasining tashqi ministrlar yig'inini ochdi. Mavzuli xabar Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. 1-oyning 18-kuni e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Reuters agentlik xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Xabardor kishilarning ko'rsatishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Avstraliya, Hindiston va Yaponiyaning tashqi ishlar ministrlari kelar haftaning 2-kuni, ya'ni 1-oyning 21-kuni ya'ni prezident Trump qasam berib vazifa topshirib olgan kunning ertasi yoki 2-kuni Washingtonda yig'in ochdi. Biz sizlarga bir quat, ya'ni bu AQUAS Mo'shu ishga Hindi Tinch okean rayonida qurilgan davlatlar ittifoqi to'g'risida oldimizda o'tib ketgan 3-4 yildan beri so'zlab keldik. Bugun endi 1-oyning 20-kuni prezident Donald Trump Oqsaroyga kiradigan paytda bu Hindi Tinch okean rayoniga munosabatlik qurilgan davlatlar ittifoqi yoki davlatlar dialogi 21-kuni Washingtonda yig'in ochadigan bo'ldi vatandosh.
Mutaxassislar mundaq ko'rsatdi. Bu qatim bu yig'in Prezident Trump vazifa o'tash mezgillik birinchi kuni o'tkazilgan intayin zo'r diplomatik faoliyatdir. Kuchaytma cümlege dikkat kılın vatandaş. Bu yığın Amerika, Yaponiya, Avustraliya, Hindistan dört taraf bexatarlik söhbeti. Kuatның daimiliği izchilligi to'g'risida kuchli signal tarqatdi. Dört tarafning davlat bexatarligi, dialogi bu davlatlarning Jungoga ko'rsatadigan ta'sirini aytganda kensayen eshivatgan shundaqla o'rtaq endişeler asası da şekillengen diyalogdur. Prezident Trump Düşenbe günü 1. ayının 20. günü qasam berib vazifa o'tashga atlanadi. Avustraliyaning tashqi ishlar ministri Huang Yishan mushu İngilizce ismini bilmaydi bir madaniyatsizlik esi vatandaş. Mushu Hanzu yazgıçılarının bir adeti mana mushu. Bu Wang Yishan deganini biz bilmaymiz. Avustraliyaning davlat tashqi ishlar ministri Avustraliyalik İngiliz kishi bo'ladi vatandaş. Endi Yaponiya tashqi ishlar vaziratining vaziri Qin Yanwei bunun ismini bilmabdi. İngilizce bilish kerak da qoida bo'yicha. Qin Yanwei Hindistonning tashqi ishlar ministri Jashankar bunikini yezibdi. Hem murasimga qatnashdi, hem atisi 1. ayning 21. kuni 4 davlat dialog tashqi ishlar ministrlari yig'ini qatnashdi. Xabardor kishilar yana mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump hukumatining davlat ishlar katibligiga tayinlangan Cumhuriyetçiler Partisi senatori Marco Rubio Kengash palatasida amalga tayinlanish qarorlashgandan keyin ikkinchi kuni ochiladigan 4 taraf suhbati tashqi ishlar ministrligining yig'iniga qatnashdi. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump hukumatining vazifaga o'ltirib ikkinchi kunida yig'in chaqirishi yangi bir mazmun tashabbuslarni o'ttirg'a qo'ymasimi, lekin bu yig'in intayin kuchli signal tarqatdi. Bu jumla kuchaytma jumla xabar yozuvchining jumlasi vatandaş. 4 davlat bexatarlik dialogi bu Avropa, Endi Tinch okean rayonidagi demokratik davlatlarni Jungoning o'rni qo'yib tanlab elish puristi bilan ta'minlagan. Ular yig'inda o'zaro tanishdi. 4 taraf bexatarlik dialogining hozirgi holatini aslab o'tdi. Doimiylik va davomlashtirishdan signal berdi. Hem de bu diyalogning qaysi tarafga qarab taraqqiy qilish umidlarini o'rtaga qo'yishidir. Washington Bilim xazinasi va xalqaro tadqiqot markazi Hind Tinch okean ishlari mutaxassisi Charles Idil yuqorida ko'rsatdi. Prezident Trump hukumatining o'tkinchi davr kabineti Reuters agentligining tushuntirib qo'yish to'g'risida talablariga javob qaytarmadi. Avustraliya, Yaponiya, Hindiston tashqi ishlar ministri davlat ishlar kotibi Marco Rubio bilan qo'sh taraflar suhbat o'tkazdi. Avustraliya tashqi ishlar ministri kapolatga erishishga izlanadi. Hindiston tashqi ishlar ministri Jashankar 4 taraf bexatarligi va hamkorlikni ta'kidlaydi. Bu Quad, yani İngiliz qisqartib aytilgan tashkilot bu 4 davlat tashkiloti Quad dialog guruhi Jungoga qarshi turish ittifoqi emas. Shundaqla Jungoning nazaridagi yangi NATO mu emas. Diplomatik ibora shundaq deyiladi, shundaq qo'yiladi vatandaş. Shundaq qo'yish kerak, diplomatik munosabat degan shundaq bo'ladi emas. Prezident Trump 17. kuni Jungoning rais Xi Jinping bilan telefonda so'zlashdi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Savdo masalasi
TikTok qatarlıq məsələlər doğrusida telefonda Xi Jinping bilan muhokama elib bardoq dedi. Prezident Donald Trump yani sözünü to'liqlab turib mundaq ko'rsatdi. Men Xi Jinping bilan o'rtoqlashib nurg'un masalalarni hal qilishimizni umid qilaman. Tushundingizmi? TikTok soda bo'lsa oddiy masala bo'lib qolibdi. Mana bu oxirgi masala katta masala, chunki Prezident Donald Trump orliqni o'zi shundoq degan edi. Men Rais Xi Jinping bilan birlashib dunyoda intayin zo'r cho'ng masalalarni hal qilamiz degan edi. Bugun bu yerda yana debdi, men Xi Jinping bilan o'rtoqlashib nurg'un masalalarni hal qilishimizni umid qilaman. Balki dialoglashgandami, mushu to'g'rida to'xtalgan gap o'tandas. Jungo Tashqi ishlar ministrligi mundaq ko'rsatdi bu to'g'rida. Xi Jinping tilpindi mundaq dedi. Amerikaning yangi prezidenti vazifa o'tagan mezgilda ikki davlat munosabatida yaxshi boshlanish bo'lishni umid qilamiz. İki tarafdan hamkorligini kuchaytirishni, hamkorlashuvchi va do'stlardan bo'lib qolishni umid qilamiz. Mana bu Jungo diplomatiyasi vatanda. Enlik kelimez yani bir xabar vatandaş başta aytdiq vaziyatda Oliy sud TikTok to'g'risidagi cheklash buyrug'ini saqlab qoldi. Amerikada siyosat sohasi, ilim sohasi bu g'alaba Amerika davlat bexatarlik va Amerikada qonunning eng zo'r g'alabasi deb ko'rsatdi. Mavzular xabar 1-oyning 18-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlari Oliy sud kollegiyasi 1-oyning 17-kuni qaror chiqarib, tuvan darajalik adliya va qonun organlarining Jungoning qisqa film ishlash sahnasi TikTok to'g'risida Jungoga foydasiz qaror chiqargandan keyin Amerikada siyosat sohasi, bilim sohasi arboblari mundaq hisobladi. Bu qaror Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligining va Amerika Qo'shma Shtatlarida qonunning ham zo'r g'alabasidir. Ma'muriyat ve qonun chiqarish organlarining davlat bexatarligidan ansirashlarni tan olganligini ko'rsatib berdi. Bu balki muvafiq deb qaraymiz. Endi kelayli buning qirta TikTok nim dedi. TikTok ogohlantirib mundaq dedi. Amerikada yaqqan chiroqni o'chiramiz. Mavzuli xabar 1-oyning 18-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. TikTok 1-oyning 19-kuni Amerikada faoliyatlarini to'xtatdi. Mavzuni chiroq qo'yibdi. Biz Amerikada yani TikTok ogohlantirib mundaq dedi, yaqqan chiroqni o'chiramiz. TikTok Amerikada yaqqan chiroq qizil chiroq. Qizil tashviqot bo'limi va targ'ibot bo'limining Beijingdagi qizil tashviqotchilari, qizil targ'ibotchilari, faoliyatchilari. Jungo Kompartiyasi qizil chiroq yaqqil 70 yil bo'ldi. Bu qizil chiroq Tibetni to'xtatib qo'ydi, Uyg'uristonni to'xtatib qo'ydi, keyingi kunlarda Shangayni to'xtatib qo'ydi, Hong Kongni to'xtatib qo'ydi. Endi bu qizil chiroq o'chirilishi kerak. Shunga bugun TikTok Amerikada bozorga chiqqan TikTok mavzuni bek chiroyli qo'yibdi. Amerikada yaqqan chiroqni o'chiramiz debdi. Chiroq hozirgacha 2 xil bo'lib keldi. Bu qatnash sohasida chiroq 2 xil chiroq. Biri qizil chiroq to'xtaysiz, yana biri yeşil chiroq mangisiz. Bugun qizil chiroq
TikTok bilen başlangan, Amerika'da yıkılgan Cungo Kompartiyasının kızıl çırağı TikTok öçürüldü. Şu münasebet bilen bunun bir başlanış bulup gelişini. Cungo Kompartiyası Cungo Kuruqluqıdı yakkan kızıl çıraknamı öçürülüşünü ve şundaqlı Cungo Kompartiyası rehberligideki bu devletni kuraştırıp çıkan dünya cemaatinin aynı vaktki dünya cemaatinin aynı vaktki dünya siyasetinin bugün emdi müşiyede ahırlaşıp Cungo'nun yakkan kızıl çırığını öçürüşünü. Endi Cungo Kuruqluqıda yeşil çırak yakıdığan peytnin kelgelligini ilan kılışını ümit kılımız. Bugün TikTok'dan çereği Washington'da Amerika Koşmuş Ştatlar'da öçürüldü. Bu Amerika halkı ve Amerika'da kanun organlarının bir galbisi. Şundaqla en mühimi biz ayttık başta TikTok yakkan kızıl çırakның Washington'da öçürülüşü bu Uyghur halkının yani kişilik hukuk bilen jenosayda qırğınçılık bilen horluqqa ahonet bilen hazırgıça japa tartib kelewatqan Uyghur halkının galbisidir. Şundaqla bizning Uyg'urlarning şahitlerimizden dünyanın her qaysi joylarida cazalagiri ve qırğınçılık doğrusida guvohlikdan o'tgan şahitlerimizden galbisidir. Mana bu Uyghur üçün tunji galba. Teşvikat Xitayning teşvikatı, tergibati gerçi boysunduralmasa mı hazırki adalet ve hakkaniyet bilen yaşayotgan dünyani biroq onun ta'siri bo'lmaydi emas vatandaşı. Bugün bu çırak yani TikTok yakkan çırak öçürüldü.